pm.go.uz elektron portal bor, prezident portali deyiladi. Undan tepa portal yo'q, eng oliy, eng birinchi o'rinda turadigan portal. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich administratsiyasiga tushadi yo'llagan portalingiz. Murojaat yo'llaganman. Murojaatda O'zbekiston Respublikasi huzuridagi ijtimoiy himoya agentligi vazir o'rinbosari Shahnoza Mirziyoyevaga shaxsan qabuliga kirish so'raganman. Xo'p, oradan vaqt o'tyapti. Olmazor tumani, ya'ni meni mahallamdagi, Shon-Shuhrat mahallasidagi shu ijtimoiy himoya agentligiga qaraydigan xodim bor. Meni qizimdan bir 3-4 yosh katta bo'lsa kerak, kollejni bitirib yaqinda kelgan. Menga telefon qilyapti. Hozir mana 1 soat bo'ldi, telefon qilyapti. Saytkomil aka xattasiz deyapti. Tinchlikmi nimaga desam, agentligiga murojaat yo'llagan ekansiz. O'shani tashib berishdi. Ya'ni sizga tushuntirishim kerak ekan deydi. Aytdim, nimani tushuntirasan dedim. Prezident qarorini tushuntiraman deydi. 17-sonli qaror chiqdi yangi, hali kuchga kirmadi shu ijtimoiy himoya bo'yicha. Undan oldingi qaror bor, Vazirlar Mahkamasining 313-sonli qarori bor. 2024-yil 31-mayda qabul qilingan qaror bor. Men bu qarorlar bilan tanishganman, xabarim bor. Men aytdim, men bu qarorlarni bilaman, tanishganman. Sen nimaga senga tashashdi dedim. Endi aka shunaqa menga tashashdi deydi. Xo'p, menga ayt, kim tashadi senga desam, cho'chiyapti. Ya aka, tashadi-de, hokimiyatdan-de, anuydi, mamidi. Xo'p, kim? O'sha rahbari bor, ijtimoiy himoya agentligini Olmazor tuman bo'limi boshlig'i bor. Men o'zim birga ishlaganman u bola bilan. Farruh degan yigit, yaxshi bola. Bu yerda yaxshi yomonligi rol o'ynamaydi hech kimni. Meni davlat xizmatchisiga shaxsiy bir husumatim ham yo'q, yaxshiligim ham yo'q, yomonligim ham yo'q. Menga umuman qizig'i yo'q. Davlat xizmatchisi xodim men uchun. Endi O'zbekiston Respublikasining qonuni bor. Muammo bor, mana bunaqa holatlar bor deb chiqyapman. Shahnoza Mirziyoyevaning qabulini so'rayapman. Sababi prezident huzuridagi ijtimoiy himoya agentligini vazir o'rinbosari. Men o'sha odam bilan ko'rishmoqchiman, muammoyimni o'sha odamga aytmoqchiman. O'sha odam kontrol qilishini xohlayapman. Lekin bular yo'l qo'yayotgani yo'q. Yo'q, o'sha eng past, eng quyi tizimdagi o'sha mahalladagi ijtimoiy xodimga tushiryapti. Shu xodim chaqirsa-da men bilan rasmga tushadi, men uni stolida o'tirgan bo'laman, men bilan gaplashadi, aka deb endi iltimos qiladi. Ya'ni keyin mendan tushuntirish xati yoki tilxat oladi. Men yozib beraman. Shu kuni shu Shon-Shuhrat mahallasidagi ijtimoiy xodim palonchi Pismadonchi bilan men ko'rishdim. Menga shu qarorlar bo'yicha tushuntirish berdi, men tushunib oldim, boshqa qildim, bo'ldi. Hech bola yozmaydi. Ana o'sha narsa bilan o'zi bitta ma'lumotnoma qiladi va men bilan tushgan rasmini ilova qiladi, bo'ldi, yopiladi. Bu mana shu holatni mexanizm qilib olgan bular. Bo'ldi, men qayerga prezident portaliga yozsam mahallaga tushadi. 7lik mahallada 7lik. Necha 7lik? 70lik bo'lmaydimi? Muammo agar yechilmasa nima keragi bor? Muammo yechilmaydigan bo'lsa bu 7likni nima keragi bor? Men rahbarlar bilan ko'rishaman desam, menga o'sha qo'pol qilib aytganda yosh bolani, kecha kollejdan bitirgan yosh bola gapini zo'rg'a yeblab gapiradi. To'g'ri, boshqaga nima qilar? Men mensimaslik yo boshqa narsada emas. U bola hal qilib bera olmaydi. U bola hal qilib bera olmaydi. Yana bitta narsa, xalq qabulxonalari to'g'risida meni shaxsiy fikrim 1 tiyinga qimmat. Xalq qabulxonasi 1 tiyinga qimmat. Shaxsan tuman va shahar xalq qabulxonasi 1 tiyinga qimmat. Toshkent shahar xalq qabulxonasini balkim boshlig'i, balkim o'sha yerda ishlaydi, Husan aka degan odam. Ular ham shu. Katta va'dani beradi, hech bola qilib bera olmaydi. Xalq qabulxonasiga yozib nima qilsam, keldi shu odam, Husan aka o'zini pomochniki bilan Farhod aka degan odam keldi. Poliklinikada ko'rishdik. Muammoyini aytgandida hammadan eshitma qilishdi. Meni navbatim keldi, muammoni
so'rashdi. Men aytdim, mani muammoyim dedim, hozir 3 minutda gapira olmayman dedim. Ozgina vaqtingizni olaman dedim. Agar ruxsat bersangiz dedim, 15-20 minut men gapiraman dedim. Chunki bittada tushuna olmaydi hech kim. Men buni to'g'ri tushunaman. Bittada hech kim sразу men gapirsam tushuna qolmaydi. Chunki katta tema, katta, juda ham dolzarb va xavfli bo'lgan tema. Juda ham katta. Shunaqa desam, mayli shu yerda aylanib tur, men tugatib olaylik, gaplashamiz deb. Men kutib turdim, vaqtimni ketkazib. Ularni vaqt meniki vaqt emas degandek, mana shunaqadek bo'ladi. U как будто menga yaxshilik qilyapti. Shuni bilib olsin, davlat xizmatchisi o'zini funksional vazifasini bajaryapti. O'zi oylik olyaptimi? Ana o'sha oyligini halollayapti. Ya'ni ishlasa halollayapti. Menga yaxshilik qildi, yordam berdi degan narsa yo'q. Agarda yonidan pul bersa, yonidan ehson bersa, sponsorlik qilib bersa, unda menga yaxshilik qilyapti. Lekin o'zini funksional bajarish kerak bo'lgan ishi bor. Mana misol sog'liqni saqlash vaziri, vazir o'rinbosari va tizimi bor. Shu bizning kasalligimiz to'g'ridan to'g'ri shu vazirlikka qaraydi. Bularni o'sha qilayotgan chora-tadbiri, bularni shu kasallik bo'yicha tadqiqotlari, doktorlarni yig'ishi, professorlarni yig'ib o'sha yerda anjumanlar o'tkazish, spinomozgoy jidkisda qilinadigan ishlar, dori-darmon, bizga hozir mana doridan qiynalyapmiz, aktagamdan. Aktagam dori vositasi hozir yo'q. Lekin bolaga kerak, birinchi navbatda quyilish kerak. Shuni quymasa bolaning holati og'irlashib, bola o'ladi. Bolaning hayotiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Men o'shaning uchun kuyinib ketyapman. O'shaning uchun yonib ketyapman men. Haligi xalq qabulxonasiga qaytadigan bo'lsa, men tushuntirdim, bo'ldi, hal qilamiz dedi. Men hayron bo'ldim. Yaxshi dedim, hal qilib tushasiz dedim. To'g'risini aytsam ishonmadim. Endi odam ko'ziga qarab ancha bilib qo'yganmiz, kim aldaydi, kim aldamaydi. Oradan 10 kun o'tar o'tmas, 10 kun 2 hafta o'tar o'tmas o'sha oilaviy poliklinika glavvrach chaqiryapti, 63-sonli o'sha mahallamga qaraydigan. Saidkomil aka, endi yosh katta odam, iltimos qilib, aka, labbe chiqib keting, iltimos. Chiqsam, o'sha odam bilan gaplashgan suhbatim, yo'llagan murojaatim poliklinikaga tushirdi. Sanlar ko'rib chiqlaring deb. Poliklinika qanaqa ko'rib chiqadi? Sog'liqni saqlash vazirligi buksini olib oqsayotgan bo'lsa, kallasi yetmayotgan bo'lsa, ishlagisi kelmayotgan bo'lsa, shu ishlarni eplolmayotgan bo'lsa, qanaqa poliklinika ko'rib chiqadi? Bu qaysi kalla bilan bunaqa ishlayapti bilan men tushunmadim. Kimlar o'tiribdi xalq qabulxonalarida, deputatlarda, oliy toifali tepadagi shu tizimdan to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilib ishlaydigan qanaqa odamlar o'tiribdi men bilmadim. Aqlli odam bo'lishi mumkin, lekin bizga vijdonli kerak. Vijdonli kerak. Qonunga rioya qiladigan, o'zini funksional vazifasini vijdon bilan bajaradigan, xalqini yaxshi ko'radigan, davlatini, prezidentini yaxshi ko'radigan bizga fidoyi insonlar kerak. Fidoyi rahbarlar kerak. Prezidentni qilayotgan odilona siyosatini ko'rsatib berish kerak. Men bitta narsani %100 bilaman, prezident xabari yo'q. Shu prezidentga chiqa olmayapmiz biz. Prezident yordamchisi Said Mirziyoyevga chiqa olmayapmiz. Agar shu odamlar bilsa, prezident yordamchisi bilsa, bu ishlamaydi bir kun ham. Prezident olib tashlaydi bularni. Chunki qilayotgan ishi shunaqa darajada ishlayapti. Poliklinika rahbariga jo'natyapti, poliklinika rahbari o'tirib men bilan rasmga tushib, endi men u yaxshi odam, u odamning qo'lida emas. Chunki poliklinikaning o'zini qiladigan ishi bo'yicha menda muammo yo'q. Retsept yozib beradi. Yana yo'llanma yozib beradi. Poliklinika o'zi funksional vazifasini bajaradi. Muammo yo'q. Bo'ldi, men poliklinikadan nimani bo'g'ib so'rashim kerak? Uni tepada hal qilish kerak. Keyin yaqinda tuman hokimimiz Azizxon aka bilan uchrashdim. Tushuntirdim. Mana shartnoma olib kelgan. Men o'sha 6 oylik dorini men qilib beraman shu aktagamni dedilar. Juda ham xursand bo'ldim, lekin hanuz aktagam dorisiga men shartnoma topa olmayapman. Yo'q, O'zbekiston bo'yicha yo'q. Shartnoma yo'q. Men o'sha hukumatdagi vazirlar mahkamasida xodim bor, ijtimoiy shu bo'limda rahbar. Shu odamgacha chiqqanmiz. Men o'zim chiqqanman. Iltimos menga shartnoma topib bering. Farm komitetga qilib kim olib kiryapti shu aktagam dorisini, o'shalardan olaylik. Chunki hokim olib beraman deyapti, kattakon rahmat. Men olib borib bersam hokimiyatga shartnomani. Hokimiyat o'sha 10 ta bo'ladim, 12 ta bo'ladim, 15 ta bo'ladim, bolam ketadigan.
Mani bitta o'zim ketadigan nimani tuman hokimi shu yerda yashaganim uchun mayli olib beraman dedi. Rahmat kattakon. Lekin yonida Husan aka o'tiribdi, jim u xalq qabulxonasi. Nimani hal qiladi men bilmayman. O'sha meni arizamni nimaga tashlab yuborgan, poliklinikaga tashlab yuborgan. Mana baribir oxir oqibat tushib hokimiyatga tushadi hamma muammo. Qolganlar nima qilyapti? Qolganlar qanaqa qilib ishlayapti? Qaysi vijdon bilan ishlayapti ular? Sal tepaga chiqib uchrashaman yoki ota-onalar bilan birga boriladigan bo'lsa, darrov chiqiladi. Sayt komil bo'ldi, odam yig'di. Chaqirlaring, gaplashlaring, boshqa qillaring deb. Juda ham qiynalyapmiz hozir. Shaxsan men o'zim shunaqa qiynalyapman. Qiynalishim birinchi sababi qanaqa qilib bu vijdonsiz odamni ishlayapti. Qanaqa qilib o'sha vijdonsiz, qanaqa ishlayapti. Qaysi biri gaplasha oladi? Medianing oldida men bilan gaplashsa o'shalar. Любой bilan gaplashaman. Именно shu kasallik bo'yicha men gaplashaman. Qaysi biri gaplasha oladi? Gaplasha olmaydi bular. Gaplasha olmaydi. Ishni eplay olmayapti, qila olmayapti. Bu yerda bolalarning hayoti turibdi, go'daylarning hayoti turibdi. Ey, o'lib ketyapti bolalar. Kasallikni saf kengayib yotibdi. Qachon bizni to'g'rilaymiz? O'shaning uchun bu videolarimni ko'proq odamga tarqatish kerak. Men prezidentga murojaat qilib chiqazgan videolarim to'g'risi prezidentga yetib bormaydi. Mana shu chiqib aytasiz-ku, mana O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovichga deb boshlanadi. Assalomu alaykum hurmatli Shavkat Miromonovich. Mana qanaqa ta'ziqlagan, mana qanaqa nima qilyapmiz, duch kelyapmiz, iltimos yordam bering. Sizga yetib bormayapti deb boshlangan video to'xtaydi. O'shaning uchun bunga faqat like, kommentariya bir-biriga tashlab, boshqa narsa qilib olib chiqish mumkin buni. Boshqachasiga yo'li yo'q. O'shaning uchun o'zingizlarning vijdoningizga havola, bolalarning o'limi, bolalarning kasal bo'lmasligini xohlayman. Meni ham farzandim nogiron ahvolda, hali turgani yo'q, yurgani yo'q, bo'ynini ushlagani yo'q, gapirgani yo'q. Bu sklerozlashgan panensefalit kasalligi juda ham xavfli va og'ir kasallik. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Assalomu alaykum.